2026 Chevrolet Nova zamonaviy dizayni, ilg'or texnologiyalari va qulay saloni bilan avtomobil ixlosmandlari e'tiborini tortmoqda. Ushbu model yangilangan old panjara, o'tkir LED faralar va aerodinamik kuzov chiziqlari bilan yanada sportcha ko'rinishga ega. Salon keng, sifatli materiallar bilan bezatilgan va haydovchi uchun barcha boshqaruv elementlari qulay joylashtirilgan. Raqamli asboblar paneli, katta multimedia ekrani, simsiz ulanish, zamonaviy xavfsizlik tizimlari va haydovchiga yordam beruvchi funksiyalar har bir safarni yanada yoqimli qiladi. Dvigatel samaradorligi yoqilg'i tejamkorligini oshirish bilan birga yaxshi quvvat ham taqdim etadi. Yumshoq osma tizimi shaharda ham, uzoq masofalarda ham qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Bagaj hajmi kundalik foydalanish va oilaviy sayohatlar uchun yetarli. Chevrolet Nova tashqi ko'rinishi nafisligi, zamonaviy imkoniyatlari va ishonchliligi bilan bozorda kuchli raqobatchilardan biri bo'lishi kutilmoqda. Agar siz yangi avtomobil xarid qilishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ushbu modelni albatta ko'rib chiqishga arziydi. Videomiz davomida avtomobilning tashqi dizayni, ichki jihozlari, texnik imkoniyatlari, xavfsizlik xususiyatlari va ehtimoliy narxi haqida batafsil ma'lumot beramiz. Sizning fikringiz qanday? Ushbu yangi Chevrolet Nova kutganingizdek chiqqanmi yoki undan ham ko'proq imkoniyatlarni kutgan edingizmi? Izohlarda o'z fikringizni yozishni unutmang. Eng so'nggi Chevrolet avtomobillari sharhlari, yangiliklari va foydali taqqoslashlarni muntazam kuzatib borish uchun Tarmax kanaliga albatta obuna bo'ling va qo'ng'iroq belgisini yoqing. Shunda har bir yangi video sizga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Biz doimo eng yangi Chevrolet modellari haqida ishonchli ma'lumotlar, foydali tavsiyalar va qiziqarli sharhlarni taqdim etamiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz kanalimiz rivojlanishiga katta yordam beradi. Videoni yoqtirgan bo'lsangiz like bosing, do'stlaringiz bilan ulashing va keyingi Chevrolet Reviews videolarimizni albatta tomosha qiling. Har bir fikringiz biz uchun muhim va kelajakdagi videolarimizni yanada yaxshilashga yordam beradi. Rahmat.